Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining yashadiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun Xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga shanba 18-iyul Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 2 lardan syomka qilganmiz. Avtomobil oz chiqdi azizlar, endi qo'ldan kelgancha syomka qildik. Yaxshilaridan ham chiqdi. Nexia 2 ni ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yinglar, malol kelmasangizlar kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, yangi videolarimizni o'tkazib o'rmaysizlar. Xo'p, oppoq rangidan boshlayapmiz. 2000 bo'ldi, hop, 2015 mana. 1.6 2015 1.6 prostoy variant ekan. Aka, yurgani qancha edi 15 ni? 230 ming yurgan 1.6 2015. Motor hadovoy korobkalari? Zo'r, hamma yaxshi. 2 yilga generalniy chiqadi. Bitta Kirillada kraskasi bor. Xolos. Toza. Necha pul qo'yaylik aka? Buni 4000 ga kelishaveramizda. Kelishiladi. Hujjati 2 yilgacha keyin bo'ladi. Nasiyaga bermaysizmi? Yo'q, nasiya. Faqat naqd pulga. Mabodo mashina bo'lsa-chi barterga. Olaveradi. Kelishiladi. Telefon raqamingiz 99 080 080 3071 3071 raqamga murojaat qilasizlar. 2015 azizlar. 14. 2014 navbatdagi Nexia 2 miz 2014 Stalno svetidan Sonus Euro motor, rollari gidravlika, metan gazlari bor. Uslitri tozami yechilganmi? Bu oz qarab beraman yurgani. Uslitri Toza, hamma yo'q toza. Bitta karnizda bitta bor xolos. prostoy gidravlika. $102 ming yuribdi mashina. $102 ming yurgan. 102 ming yurgan 2014. Kraskasi toza. Kraskasi toza, karnizda petno bor. Karnizda petno bor. Oformleniga. Nomiga o'tkazish olish sharti bilan. Nech pul narxi? 4000 dancha tushib beradi. 4000 dan tushib beriladi. Hujjati nomiga o'tkazib olinar ekan. Naqd pulga sotilar ekan-da faqat. Ha, naqd pul. Nomeringiz 91 91 477 477 4006 raqamiga murojaat qilasizlar. Yili balantidan davom etamiz. Albatta Nexia 2 larga nisbatan yili balanti 2015 ga 16. Bu ham toza. 1.6 lyuks konditsioner. Konditsionerlarga ishlaydi. Ishlatib ko'rsan konditsionerni. O'zi aka Nexia 2 bilan ko'p shug'ullanasiz. Nexia 2 ni konditsioneri yaxshi sovutami deganlar bor-da. Zo'r sovutadi. Boshqasiga kelsa Qancha yurgan dedingiz? 150 mingmi? 150 ming yuribdi. Mana ichki holatlar. 150 ming yurgan 2015 ga 16 1.6 lyuks konditsioner toza. Buni nech pul qo'yaylik aka? Narx qiziqda. 5000 ga qo'shilsa beramiz. 5000 ga qo'shsa berasiz. Narx aytyapmiz o'zi. Hujjat xohlagani bo'laverami? Ulagan hozir. Mashinaga barter bor ekan, devdi mashinalari bo'lsa kelishilgan holatda olib qolinar ekan. Nasiya savdo hozirgi kunda chiqarmayotgan akalarimiz naqd pul yoki mashinaga kelishilgan holatda bo'ladi. Nomeringiz 91 91 619 619 6007 6007 raqamiga murojaat qilasizlar. 2013 navbatdagi Nexia 2 miz 1.6 konditsionerlari boridan so'raganlarga qaymoq rangidan. Aka, yurgani qancha bo'ldi? 300 ming yurdi. Uslitlari tozami? Motor hadovoy korobka? Hamma yo'g'i yaxshi. Salon holatlarini ko'ringlar mana. 1.6 lyuks konditsioner 2013 300 ming yurgan. Kraskasi? Bitta eshikda inariyari bitta petnosi bor. Bitta eshigida to'liq, bitta petnosi bor. Nech pul qo'yaylik aka? Buni 4000 kami bor deb qo'yaylik. 4000 kami bor. Bermaganingiz bo'lgandir. Qilmadi endi. Bo'ldi, azizlar, qaysi mashina bo'lsa ham bir qator qo'ng'iroq qilib ko'raverasizlar, ma'qul kelgan summani so'rab ko'raverasizlar. Hujjati bo'laveradi-ki. Bo'laveradi. Faqat naqd pulgami yo variantga ham beramizmi? Uni naqdga beramiz endi. Naqd pulga nomeringiz Nomer 94 94 430 430 1021 raqamlariga murojaat qilasizlar. 2008 navbatdagi Nexia 2 miz Stalno svetidan qancha yurgan ko'rdik aka?
472 ming. Motor asotmi edim? Motor asoti yo'q. 472 ming yurgan Donus motor. Uslitri tozami yechilganmi aka? Ularni old kapotlar toza yechilmagan. Umuman yechilmagan ekan. Bu lyuks bes konditsioner ekan, a? Lyuks bes konditsioner avtomobil. 2008 metan gazlari bor. Hozir 2015 batch olyapmiz, savdo qilyapmiz. Avvalay deyapmiz, 2008 470 qanchami yurgan ekan. Kraskasi qayerda aka buni? Hozir ustasi ham kraska aka, o'ng tomon ikkita eshigida masafacha yo'llarida petnolar. Nech pul qo'yaylik buni? Pechat toza. 28 so'm. 2800 dollar. Kamini qilib berasizmi? Jicha xayr. Generalni chiqar. Albatta. Nasiyaga bermaysizmi? Faqat Baraka naqd. Bo'ldi, nomeringiz? 97 580 0807 raqamiga murojaat qilasizlar. Nexi 2 ni haqiqiy ishqibozlar uchun bitta 2016 dan chiqibdi. Nexi 2 ni oxirgi chiqqanlarida. To'g'ri, bundan keyin ham chiqqan, juda kam chiqqan. 2016 97 ming yurgan. 97 ming yurgan. Sonus Euro motor. Lyuks konditsioner Euro var. Kraska tozadir. İçinde bir qarich petnosi bor. Bu. Bir qarich petnosi bor ekan. Endi odatda bunaqa mashinalar toza bo'ladi, shunga toza deb o'ylayman, lekin bir qarich petno ham unaqa strashniy emas. Xavfli emas. Mana men aytaman. Bir qarich. Bu qolgan joyi toza. Bemalol tekshirtirib olaveradi. Ha, tekshirtiribman. 2016 bo'laveradi. yurganlari o'ziniki xudo xolasa aka. Gazi metan. Yozim aytaman. Ko'ring. Nazarda poligi bor. Signalizatsiyasi bor, polik tashalgan. Aka nech pulga bermadingiz? Qiziquvchisi ko'p bo'lgan bilan. 47 ga bermadim. 5200 kami bor deyapti. So'rasa 4700 ga qo'shganga berasiz, xudo xolasa. qo'shganga beraman. Generalni qilib berasiz. Qilib beraman. Nasiya savdo yo'qmi? 1-2 oyga 3000 puli borga 1-2 oyga kelishaveradi. Oldindan 3000 dollar puli borga qisqa muddatga kelishilgan holatda bo'lar ekan. Telefon raqamingiz 91 605 45 50. 45 50 raqamiga murojaat qilasizlar. 97 ming yurgan 2016 Sonus Euro Lux konditsioner, bitta petnosi bor ekan, 4700 dollar naqqa berilmabdi. 5200 dollar kam bor ekan, 4700 ga qo'shganga beriladi. 3000 dollar puli borga 1-2 oyga nasiya savdo ham chiqar ekan. 2014 navbatdagi Nexi 2miz oppoq rangidan 1.6 ishqibozlar uchun qancha yurdi aka? 315 ming yurgan. 315 ming yurgan. Kraskasi toza, uslitrini so'rashimiz ham keragi yo'q. Bu lyuks bes konditsionermi? Ha, lyuks beskani. Lyuks bes konditsioner, balonlarni ko'ringlar yonida. Motor ходовой korobka zo'r. Salon holatlarini ko'ringlar azizlar. Yaxshi. 300 mingdan o'tib yurgani 2014. Qaysi avtomobil bo'lishidan qat'iy nazar kelib, ko'rib, tekshirib, notariusda pul beraverasizlar. Metanlari bor. Kraskasi 100% toza aka. Ha, toza. Nech pul qo'yaylik buni? Buni 4 ga qo'shilib bo'lsa beraylik. 4000 ga qo'shilganga Beramiz. berasiz. Generali chiqadi. Nasiya chiqarmayapsizmi? Yo'q, nasiyalar. Bo'ldi. Hozirgi kunda chiqarmayapsiz. Mashinaga barter bor. Bor, xohlasa, libor mashinaga. Telefon raqamingiz 91 91 619 619 60 6007 raqamlariga murojaat qilasizlar. 2014 kraskasi toza, 1.6 lyuks bes konditsioner. 300 mingdan o'tdi ozgina yurgan. 2009 navbatdagi Nexi 2miz Stalon svetidan. 2009 Sonus Euro motor, roli gidravlika. Buni yurgani qancha? 350 ming yurgan. Yo'q, ochiladi. Prostoy gidravlika. 350 dedingizmi? 350 ming yurgan. Motor ходовой korobkalari shumizatsiya qilingan. Hamma yo'g'i yaxshi. Juda ham issiq bozor azizlar. Haligi kameralarimiz o'chib net post to'g'ri tushunasizlar. 2009 kraskasi Kraska 2-3 ta eshigida 3da bor, bitta krilani yarmida. 2-3 ta detalli petno, bitta kirlodi yarim. Nech pul qo'yib beraylik buni aka? Buni shu 3200 dan tushib beramiz. 3200 dan tushib berasiz. Generalni chiqadimi? Generalni chiqadi. Xo'p, nasiyaga sotinman deyapsiz. Yo'q, nasiyaga biror oy bo'lsa qilib beraman. Qisqaroq muddatga. Bo'ldi, nomeringizni qaytarib qo'yasiz aka. 94 94 079 079 1000. 1000 raqamiga murojaat qilasizlar. Xohlasalar 2009 ham akamizdan ekan, xohlasalar 2015 ham. Qaysi biri ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Saqlangan Nexi 2 so'raganlarga 2012 navbatdagi Nexi 2miz 80 ming yurgan ekan.
1.6 lyuks bes konditsioner. Rasxoti yo'qmi aka? Rasxoti yo'qmi hech qanaqa? O'ta go'zal. 2012 ga endi 80 ming juda ham oz bo'lsa kerak. Balonlari ham yangi. Ideal holatda. Metanlari bor. Toza mashina. Nech pul qo'yaylik aka? Buni ham 5 mingga qo'shilib bo'lsa beraman. 5 mingga qo'shganga beriladi. Generalni chiqadimi? General chiqadi, xohlagan. Bo'ldi. Telefon nomeringiz 91 619 6007 raqamiga murojaat qilasizlar. Puli yengil Nexia 1 so'raganlarga 1998-yilda ishlab chiqarilgan bitta oqadan chiqibdi. Puli haqiqatan ham yengil. Motor hadovoy korobka qanaqa aka? Korobkada ozgina ishi bor, lekin yaxshilab eshitib turinglar, puli yengil. Sonus Tramblyor motor. Motor asoti yo'qmi? Motor asoti yo'q. Ichki holatlari mana chexollari yaxshi. Bunday olib bemalol tirishlik qilib tursa bo'laveradi. Bu pulga ochig'i o'zim Matiz ham ko'rganim yo'q, bir yaxshi. Nexia 1 endi Matizdan sal balandroq yuradi. O'zingizlar bilasizlar. 1998 kraskasi bir qatorga baraka bo'laveradi. Suvagi butun mashinani. Nech pul narxi aka? 1,5 ming kam bor deyapmiz. Nech pulga bermadingiz? 1300 ga. 1300 ga. Generalni chiqadi? Generalni chiqadi, hamma dokumentiga javob. Qayerda mashinasi bu aka? Jalaqi. Jalaxudo tuman. Telefon nomeringiz 97 97 000 40 60. 40 60 raqamiga murojaat qilasizlar.